O'zbekiston Davlat sport akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ixtisoslashgan davlat ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanib, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jismoniy tarbiya instruktorlari, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim muassasalarining jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari hamda sport ta'lim muassasalarining trenerlarini 4 yilda bir marotaba malakasini oshiradi. Mazkur Samarqand filiali O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori asosida bugun innovatsion yondashuvlar hamda yangicha talablar asosida faoliyat olib bormoqda. Joriy yilning aprel oyi davomida Termiz shahrida filial mutaxassislari tomonidan Surxondaryodagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jismoniy tarbiya yo'riqchilari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining jami 274 nafar jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari uchun 3+1 shaklda malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Malaka oshirish kurslarining nazariy va amaliy mashg'ulotlari Samarqand filialida faoliyat olib borayotgan 30 nafardan ortiq professor o'qituvchilar tomonidan 3 hafta davomida masofadan Zoom dasturi orqali, bir hafta amaliy mashg'ulotlar 3+1 tizimi asosida Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, viloyat gimnastika, yakka-kurash, sportning o'yin turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari bazasida hamda 9-16 umumiy o'rta ta'lim maktablarida bo'lib o'tdi. 3-4 modulimizdagi sport o'yinlarini hususiyat moduldan bugun gandbol sport turidan jismoniy tarbiya o'qituvchilariga gandbol sport turining texnik taktik amallarini jismoniy tarbiya o'qituvchilariga malak-ko'nik bilan o'rgatib kelmoqdamiz. Bugun jismoniy tarbiya o'qituvchilarimizni o'sha kasbiy va jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'lsa, o'quvchilarimizga o'sha o'zini o'rgangan amaliy ko'nikmalarni jismoniy tarbiya darslarida qo'llab, o'quvchilarga har bir o'sha sport turini to'liq o'rgatishga amaliy yordam beradi. Amaliy malaka oshirish kursi davomida bir qator sport turlari bo'yicha yangicha usullar ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari tadbirda yuqori malakali trenerlar, hakamlar tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha o'quv dasturlari hamda metodologiyasini yangilash, sportchilarning tayyorgarlik jarayoniga ilg'or innovatsion texnologiyalarni joriy etish, yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida intensiv malaka oshirish platformasini yaratish mavzulari yuzasidan mutaxassislarning ma'ruzalari tinglandi.